2025-yil Farmonqo'rg'on qishlog'ida mollarning qo'ylar narx-navlari qanchadan bo'lyapti? Assalomu alaykum, xush kelibsiz Bozor va biznes kanaliga. Mana bugun Farmonqo'rg'on qishlog'idan video syomkani olib boramiz. Like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga mehmon bo'lganlar, like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizni rivojlanishiga bitta like, bitta podpiska bosib qo'yib, o'zlaringizning fikr mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar. Farmonqo'rg'onliklar bo'lsa, bitta tagiga kommentariyada olg'a Farmonqo'rg'on deb yozib qoldirishni unutmanglar. Ana bo'lmasam boshladik. Mana bodakani navosi savdosi bo'lyapti. Qanchaga bo'lishini hozir ko'ramiz. Mana bu yerdagi mana shu ikkita navosni 41500 so'mga savdo bo'ldi. Chiliyak 1500 so'mga savdo shud har dush. Mana shu navos 23000 so'mdan qaytdi. 20 Bizda 1000 so'monida savdokar nadodan. Namin Buqara. Mana shu navosni 23000 so'mga savdo qilishdi. Mana shu navosni 11500 so'mga savdo qilishdi, berishgani yo'q. Yozda 1500 so'mga savdo qilib, nadodan boqachara. Mana boqa. Yozda 1500 so'mga savdo qildi. Mana bu yerda bodakani navosini savdosi bo'lyapti. Bitta mana 23900 so'mga savdo bo'ldi. Mana shu bodakani navosi. Mana shu navos. Hozir ko'rsatib o'tamiz navosni ham. Bizda 1900 so'mga savdo qildi. Mana shu navos, bodakani navosi 23900 so'mga mana shu navos savdo bo'ldi. Bizda 1900 so'mga men buqa savdo shu. 23000 so'm. 23,5 ming. 23 qarayga qanday simirgan katta navos. Mana shu navos 15500 so'mga savdo qilishdi, berishgani yo'q. 15500 so'mga men buqa savdo qilib, nadodan. Ana boya 23000 so'mga savdo bo'lgan buqa. Mana uni 17000 so'mga savdo qilishdi. Mana shu sigirni berishgani yo'q. Havda 1000 so'm men sira savdo qilib, nadaga nesta. 17000 aka mana. Mana dina bala. Mana o'zi. Qanchaga? 17000. Bu bi bala. Bo'g'azmi? Mana bu ikkita bina balasi navoscha 23000 so'mga savdo qilishdi, berishgani yo'q. Bizda 1000 so'm bana men bachashay buqa. Bizda 1000 so'm nadodan. Mana navoschasi ancha katta navoscha ekan. Savdo sigir. Mana shu ikkita mash qo'chqorchani 7100 so'mga savdo qilishdi. Hafazir sasamona men dita qo'chqora savdokar. 7100 so'm.
Ana. Qancha berdingizmi? Mana mana shu ikkita qo'chqorni 7500 so'mga savdo bo'ldi. Botir akani qo'chqorchalari. Mana shu ikkovsi savdo bo'ldi. Nuriddinga ketdi. Mana bu yerda ham mana savdo bo'lyapti. Imrozangi videoimon dexi farmoqro narx-navoy govi guspandora bo'ravardیم. Kanalni moda mehmonxonada odam boshad. Like va podpiska qilishni faromӯш nakuned. Sihat salomat boshid.